Leksiyalarımızı davamlaştırımız hürmetlik vatandaş. Bugünkü İslah 2021 yıl 6. ayının 7. günü. Geçen Allah. Yana bir haber. Amerika'nın C-17 belgelik harbiy aeroplanı Tayvan'a kelip qo'ndi. Amerika Devlet Meclisi partiya guruhlardan alqıgan 3 nafar senator Tayvan'a hoş haber elip geldi. 750 ming yeshik vaksina elip kelganligini e'lon qildi. Demek Amerika harbiy aeroplanları Tayvan'a yetib keldi. Alma axborotlar YouTube 6. ayının 5. günü. Bu başka bir kanallarning ekan, şu kanallar tertibida aldım tekrar bo'lib qolsa meni kechiringlar vatandaşlar. To'rbetlar to'lig'i. Tağu daryolarni yig'ishtiradigan yoki tağu daryolarni qaytirib keladigan vaqt yetib keldi. Bu tağu daryolar degan ma'noda vatanni qaytirib keldi, vatanning zaminini qaytirib keladigan deb tushunsanlar bu. Xi Jinpingning birlikka keltirish orzularini cheklagili bo'lmaydi. Ichki xabarda yuqori qatlamda birlikka keltirishni tashabbus qildi. Mo'tadillarmi ham shunday tashabbusda qo'lladi. 4 qadam bo'yicha Tayvanga hujum qilish. Buningda 3 qadam allaqachon tamomlandi. Demak 3 qadamda bu. Qon to'kilishni hisobga elib o'ltirmaymiz. Embargo qilishni ko'zga ilmaymiz. Xalqaro jamiyat Xi Jinpingga har qanday chora qila olmadi. 5 burjaklik bino harbiy ishlar mashqining natijasi sirliq. Bugungi Vol ko'chasi 10 soat ilgari 6. ayning 7. kuni YouTube. Bu Vol ko'chasi gazeti yoki Vol ko'chasi bugungi Vol ko'chasi to'rbetining xabari. C-17 belgilik to'shig'ichi harbiy aeroplan Tayvanga kelib qo'ndi. Mutaxassislar Amerika Qo'shma Shtatlari alohida strategik ma'nodan signal berdi. Tayvan axboroti TTV 6. ayning 6. kuni YouTube. Yana bir xabar, ya'ni jiddiy xabar. Jungoning yuqori darajalik amaldori qochib Amerikaga keldi. Amerika zo'r axborotga erishdi. Avstraliya signal berdi. Balki Jungoga qarshi urush qilamiz. Chimpokon 6. ayning 5. kuni YouTube. Catherine Day Amerika Soda vakili Catherine Day. Amerika Jungo Soda munosabatlari og'ir darajada tamponsizlashdi. Deb ko'rsatdi mavzuli xabar 6. ayning 6. kuni Amerika ovozining Xitoy tili programmasi e'lon qilindi. Xabar mundaq boshlan. Amerika Soda vakili mundaq ko'rsatdi. Dünya bo'yicha ishki zo'r iqtisod gavdasi o'rtasida savdo munosabatlarida tamponsizlik ko'rildi. Savdo vakili Catherine Day 6. ayning 5. kuni Amerika 2020-yil 1-oyda imzolagan savdo kelishim bo'yicha ish qilamdi deb savol qo'yganda Catherine Day muxbirga mundaq ko'rsatdi. Bu xil savdo munosabatlarining ba'zi qismlari sog'lom emas. Balki vaqtning o'tishiga ergishib Amerikaning iqtisodiga og'ir ziyon yetkazadi. Yana bir xabar. Amerika Tayvan munosabati shiddat bilan o'rlashga boshladi. Osmonda zo'migar deb atalgan harbiy aeroplan C-17 Tayvanga kelib qo'ndi. Jungo Kompartiyasi Tayvanni qurolli kuch bilan birlikka keltirmaydigan bo'ldimi? 1 soat ilgari 6. ayning 7. kuni YouTube Jungoga nazar Tor kanalı.